To'xtang, bu video bitta like arziydi. Gohida bir bandani oldida hamma eshiklar bekilib qoladi. Tijorat eshigi ham, hunar eshigi ham, hamma eshik qulf. Bosh qotib qoladi. Qayoqqa qo'lini cho'zmasin, qo'li yetmaydi. Qayoqqa boshini urmasin, eshik ochilmaydi. Shunda nima qilish kerak? Haromga qo'l urish kerakmi? Ana palonchi deydi. Mana narsani savdosiga kirishuvdi, zo'rib ketdi deydi. Nima qilish kerak shunda? Shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib, agar dinidan bexabar bo'lsa, o'zichasiga yechim istab ko'radi. Keyin buni ham qilib ko'raychi, bo'lmadi. Bir bandani oldida hamma eshiklar bekilib qoladi. Tijorat eshigi ham, hunar eshigi ham, hamma eshik qulf. Bosh qotib qoladi. Qayoqqa qo'lini cho'zmasin, qo'li yetmaydi. Qayoqqa boshini urmasin, eshik ochilmaydi. Shunda nima qilish kerak? Haromga qo'l urish kerakmi? Ana palonchi deydi. Mana narsani savdosiga kirishuvdi, zo'rib ketdi deydi. Nima qilish kerak shunda? Shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib, agar dinidan bexabar bo'lsa, o'zichasiga yechim istab ko'radi. Keyin buni ham qilib ko'raychi, bo'lmadi.